Assalamu alaykum muhtaram qarindoshlar. Ko'rayotganinglar Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limi to'r televiziyasining haftalik xabarlar sahifasi. Mazkur sayfimizda bu hafta jarayonida berilgan muhim xabarlarni bir qator eslatib o'tamiz. Men Juma. Men Aqida. Uyg'ur elining nufusi yiliga 350 ming atrofida ko'paymoqda. Bu vaqtdagi ma'lumotlar Uyg'ur elida 19 mart chaqirilgan Filolog tug'ut xizmati yig'inida oshkorlangan. Ma'lum bo'lishicha, bu xil o'sish nisbati nüfusning normal ko'payish nisbatidan bir qadar yuqori bo'lmoqda ekan. Xinhua agentligining ko'rsatishicha, yig'inda har darajalik filolog tug'ut organlaridan nüfusning haddidan ziyoda ko'payib ketishiga taqobil turishning ahamiyatini to'nib ketish talab qilingan. Tadqiqot natijalariga qaraganda, Xitoy hukumati 1949-yildan buyon Uyg'ur elining nüfus qatlamini g'arazlik holda murakkablashtirgan va Xitoylarning Uyg'ur elidagi nüfusini dastlabki 5%dan navbatdagi 40%dan yuqoriga yetkazgan. O'tgan haftaning oxirida dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlar Navro'z bayramini kutib oldi. Navro'z bayrami Turkiya, Avstraliya va Yevropaning Uyg'urlar to'plashib o'ltiraqlashgan elleridimi har xil shaklda tabriklandi. Amerikaning sharqi qirg'og'ida ilib berilgan Navro'z faoliyatini Amerika Uyg'ur jamiyati bilan Uyg'ur ayollar komiteti birlikda uyushtirgan. Amerika Uyg'ur birlashmasi uyushtirgan Navro'z faoliyatiga Uyg'ur milliy harakati rahbari Rabiya Qadir xonim qatnashdi va muhim so'z qildi. Uyg'ur milliy harakati rahbari Rabiya Qadir xonim Gollandiyada o'tkazilgan xalqaro kino festivaliga qatnashish uchun 3-oyning 23-kuni Washingtondan yo'lga chiqdi. Amerika Uyg'ur birlashmasining bildirishicha, Rabiya Qadir xonimning bu qitimliq ziyorati 10 kun davom qiladi ekan. U bu jarayonda mazkur festivalga qatnashgandan boshqa Gollandiyadagi bir turkum hukumat xodimlari va jamoat arboblari bilan ko'rishadi ekan. U yana Gollandiyadagi muhim axborot o'rinlarini ziyorat qiladi ekan. Gollandiyada mushu oyning 25-kunidan 31-kunigacha o'tkazilgan mazkur festivalga jamiyatdagi muhim masalalar tema qilingan filmlar qo'yildi ekan. Ahmiyatli filmlar nomidagi bu xalqaro kino festivaliga Rabiya Qadir xonim haqida ishlangan Muhabbatning 10 sharti nomli filmi qatnashtirilgan. Shunga Rabiya Qadir xonim festivalning sharaf mehmoni sifatida taklif qilingan. İstanbul'da o'tkazilgan Hür Sharq Turkiston nomli yig'in muvaffaqiyatli oxirlashdi. Yig'inda Uyg'urlar din, til, muarif, urf-odat va milliy madaniyat sohalarida duch kelayotgan masalalar haqida fikr bayon qildi. Yig'inda yana Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan assimilyatsiya siyosatlari tanqid qilindi. Hamda 5-iyul Urumchi voqeasi yana bir qitim tilga olindi. Xalqaro Hür Sharq Turkiston yig'ini 2010-yili 3-oyning 20-21 kunlari Turkiyadagi kishilik huquq va insoniy yordam vaqfi qatorliq ommaviy tashkilotlarning birlikda uyushtirishi bilan Istanbulning Zaytunburni kultur san'at markazining yig'in zalida ochilgan. Yig'in İstanbul tinchlik minbari nomi ostida o'tkazildi. 3-oyning 21-kuni Germaniyaning Mannheim shahrida Sharqiy Turkistonda vahshiyat nomli faoliyat o'tkazilgan. Germaniyadagi Uyg'ur ziyolisi Kurash Ataxon apandining bildirishicha, bu faoliyatni Sharqiy Turkiston kultur markazi nomli tashkilot bilan Turkiya va Yevropadagi turk tashkilotlari hamda film ishlash shirkatlari birlikda uyushtirgan bo'lib, ko'p mazmunli bu programmaga 1000 ga yaqin kishi qatnashgan. Mazkur programmaning shuari bugun barlig'imiz Sharqiy Turkiston uchun ekan. Kurash Ataxon apandining aytishicha, bu programmaga Arslan Aliptekin apandim qatnashgan bo'lib, uning nutqlari kuchli olqishga erishgan. Hamda tomoshabinlarni ko'z yesh qilg'idek darajada ta'sirlantirgan. Faoliyat ishtirokchilari Sharqiy Turkistonda vahshiyat nomli bu programmaga yuqori baho bergan va bu faoliyatni Yevropadagi boshqa davlatlarda ham keng ko'rsatishni tavsiya qilishgan. Amerikaning Guantanamo harbiy turmasidan ozod qilingan 2 Uyg'urga Shveysariya hukumati Xitoyning qarshilik ko'rsatishiga qaramay panohlik berishni tasdiqlagan edi. Shveysariyaning g'arbiy shimolidagi Yura ma'muriy rayonining bayonotchisi Pierre Alain Bert bu 2 Uyg'ur bugun Shveysariyaga yetib keldi deb jakaladi. Shveysariyaga yetib kelgan bu 2 Uyg'ur Amerika 2001-yildagi 11-sentabr voqeasidan keyin Afg'onistonda urush qilgan vaqtlarda tutilgan 22 nafar Uyg'urning ikkisi. Mazkur Uyg'urlarning jami 17 nafari Albaniya, Bermuda, Palau Cumhuriyeti va Shveysariya qatorliq davlatlarga yerlashtirildi. Navbatda yana 5 nafar Uyg'ur hali ham Guantanamoda qo'yib berilishini kutib turmoqda. Shandong Universitetining professori Sun Wengang oldingi kuni maqola e'lon qilib, Xitoy hukumatining Uyg'ur rayonidagi uchur aloqa cheklamasini yana bir qatim tanqid qilgan.
O bu qıtımqı maqaləsində asaslıqı uçur aloqa çəkilməsinin iqtisadi ziyini haqqında toxtalğan. Onun bildirişiçə, növbəti Uyğur rayonida 600 mingdən artıq internet abonenti var. Növbəti savdo ticarətinin köp qismi internet və telefon uçuruğa dayanğan. İnternetdə taqalğan 8 aydan beri internet çəkilməsi tüpəyli bir qism şirkətlər taqalğan. Köp qismi bolsa ziyan uçurğan yoki foydası azayğan. Şuna ziyankeşlik uçurğuchilar Xitoy hökumətindən iqtisadi төлəm tələb qilishi və siyasi cəhətdən məsuliyyət sürüş qilishi kerak. Shandong Universiteti professori Sumungang o'tgan yili 7 ayda Uyg'ur rayonida telefon va internet taqalganda maqola e'lon qilib Xitoy hukumatini tanqid qilgan edi. O'tgan 2 oydan beri internet erkinligi masalasida Xitoy taraf bilan tirkishib kelayotgan Google şirketi dushanba kuni Xitoydagi izlash mulozimatlarini taqab, izlash manbasini Hong Kongdagi mulozimatlariga yo'tkigan. Natijada Xitoyda Google'dan foydalanib, to'rda uchur izlaguvchilar Xitoyda ilgari cheklangan ba'zi uchurlarni ko'ra oladi ekan. Xitoy hukumati Xitoy Kompartiyasi xolamaydigan Tiananmen vaqasi, Dalai Lama, Rabia Qadir, Xitoy demokratlari va Falun Gongga aloqador sezgur mazmunlarning Xitoyda echilishini cheklab kelgan. Bu xil cheklash talablari Google izlash motoriga qo'yilgan bo'lib, Google o'tganki bir necha oydan buyon Xitoy bilan bu haqda suhbat o'tkazib kelmoqda edi. 2 oyda Xitoy doiralari bilan internet cheklamasi masalasida suhbat olib berib, natija qozonmagandan keyin Google Xitoydagi izlash mulozimatlarini taqashga qaror qildi. Xitoy hukumati 20 martdan boshlab Uyg'ur elida 5-iyul voqeasidan keyin taqib etgan o'tishki tor betini echib etgan. Xabarlarda ko'rsatilishicha yana Uyg'ur elida il-xat avatishmo asliga keltirilgan. Mingbao gazetida xabar qilinishicha, Uyg'ur avtonom rayonlik hukumatning bayonotchisi Hu Xanmin qadamma-qadam texnik ko'p aloqa mulozimatlarining asliga keltirilganligini bildirgan. Halbuki bu vaqtdagi xabarlarda echib etilgan tor betlarning ichida Uyg'urcha tor betlari bor yoki yo'qligi hozircha noma'lum. 5-iyul voqeasidan keyin Uyg'ur diyoridagi barliq tor betlari taqib etilgan. Rayonning chetlar bilan bo'lgan telefon va internet aloqalari kesib etilgan edi. Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti chorshanba kuni Kambodja bosh ministri Hong Sen xat yozib, Kambodjaning o'tgan yili 20 nafar Uyg'ur musofirni Xitoy qaytarib etishga sabab bo'lgan musofirlar qonunining Kambodja imzo qo'ygan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti musofirlar ahdnomasiga uyg'un emasligini bildirdi. Kambodja bosh ministri Hong Sen 2009 yili 12 ayning 17 kuni Kambodjaning musofirlar salohiyatini belgilash qoidasiga imzo qo'yib, 20 chesla Kambodjaga qechib chiqqan Uyg'ur musofirlaridan 20 kishini Xitoyga o'tkazib bergan edi. Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti Kambodjaning yangi musofirlar qoidasida Kambodja Ichki ishlar ministrligiga Birlashgan Davlatlar Tashkiloti musofirlar ishxonasining fikrini olmay turib, musofirlarni bartaraf qilish huquqi berilganligini, buning Kambodja imzo qo'ygan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti musofirlar ahdnomasiga xilof ekanligini ilgari surgan. Xitoy hukumati qaytirib ketgan 20 musofirdan 7 kishining qonuniy jazoga tortilganligini bildirgan. Lekin ularning hozir qayerda tutib turilayotganligi haqida uchur berishni rad qilgan edi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida sizlarga haftalik xabarlar sahifamiz bo'yicha bu hafta jarayonida yuz bergan muhim xabarlarni eslatib o'tdik. Kelar juma kuni ko'rishaylik. Xushvaqt bo'linglar. Xayr xo'sh.